Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz o'quvchilar, salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan Miftahul Arabiyya A1 o'qish va yozish 5-bo'lim 1-darsni o'tamiz. Bismillah. Al-oadatul yawmiyya. Kunlik odatlar. Muhtaviyatud dars. Darsimiz o'z ichiga olganki, al-qiroa o'qish qismida oadatun sayyiatun 'inda shababil yam. Ya'ni bugungi kundagi bolalardagi yomon odatlar. Ya'ni o'smir. Al-Qawaid qoida qismida nafiyul mudori' bila muzori fe'lni la bilan nafiy qilishlik va zarfut takror zarflar. Al-kitaba qismida bo'lsa fiqratun anil adati sayya 'inda shaxsin ma. Ya'ni boshqa biror insondagi yomon odatlar haqida fikr. Ad-dars al-awwal adatu sayyiati 'inda shababil yawm. Ya'ni bugungi kundagi o'smirlardagi yomon odatlar haqidagi darsimiz. Avvalan al-mufradat birliklar. Oadatun odat, vajbatun sihhiyatun sog'lom taom, vajbatun sari'atun tez tayyor bo'ladigan taom, ya'ni fast food. Sahira yazharu saharun bedor bo'ldi, qado yaqdi qadoun o'tkazdi. Nama yanamu nawmun uxladi, daxxona yudaxxinu tadxinun chekdi. Thaniyan al-as'ilatu tamhidiyya boshlang'ich savollar. Hal hadhihi al-'adatu allati tushahiduha fi suwari sayyiati aw jayyidati? Ya'ni suratda ko'rayotgan bu odatlar yaxshimi yoki yomonmi? Hal 'indaka 'adatun sayyatun ma hiya? Senda yomon odatlar bormi? Nima u? Hal fi baytikum 'adatun sayya ma hiya? Uyingizda yomon odatlar bormi? Nima u? Bunga og'zaki ravishda javob berib qo'yasizlar. Thalithan uchinchisi istami' va aqro. Eshiting va o'qing. Assalomu alaykum doktor Vayl. Kayfa halukum? Assalomu alaykum doktor Vayl, ahvolingiz qanday? Ana ummu Muaz. Hal tatazakkaruni? Men Muazning onasiman. Esladingizmi? Law samahta uridu an as'alaka ba'd al-as'ilata an ibni. Mumkin bo'lsa o'g'lim haqida ba'zi savollarni so'rashlikni xohlayman. Ibni Muaz fi 16 min umrihi huwa fil marhalati thanawiyya. O'g'lim 16 yoshda. U marhalati sanaviyya yuqori bosqichda. Va indahu ba'd al-'adati sayyi'a fi manzil. Va unda uydagi ba'zi yomon odatlar bor. Fahuwa la yatanawalu al-wajibati as-sihhiyya abadan. U hech qachon sog'lom taomlar yemaydi. Fa fi as-sabahi la yatanawalu wajbat al-futur fil manzil. Va uyda ertalabki nonushtaning qilmaydi, ya'ni yemaydi. Wa yatanawalu al-mu'ajjanati wash-shukula wal-mashrubati al-ghaziyyata fil madrasa. Va yidiki al-muajjana bu pishiriq, shokolad va gazli ichimliklarni yeydi fil madrasa maktabda. Fa fi fatratil g'ada tushlik vaqtida yatanavalu vajibata sari'a tez tayyor bo'ladigan taom yeydi. Va la ya'kul min tabghiyabatan va hech qachon ya'ni pishirilgan ovqatni yemaydi. Val adatu sayyatu thaniyatu 'inda Muaz hiya sahar. Muazdagi ikkinchi yomon odat u bedor. Fahuwa yanamu mutaakhiran va u kech uxlaydi. Va 'inda Muaz adatun sayyi'atun ukhra va Muazda boshqa odat ham bor. Boshqa yomon odat ham bor. Fahuwa yaqdi vaqtan tawilan ala wasail at-tawasul al-ijtimai al-Facebook va Twitter. Va u ko'p vaqtini ijtimoiy aloqa vositalari, ya'ni Facebook va Twitterda o'tkazadi. Va yatakallamu kathiran ala al-jawwal. Telefonda ko'p gaplashadi. Va fi ayyamil utlati dam olish kunida yakhruju ma'a asdiqahi do'stlar bilan chiqadi. Va yarji'u ila bayti fi vaqtin mutaakhirin min al-layl. Va kechqurun juda kech vaqtda uyga qaytadi. Ana g'odibatun min Muaz. Men Muazdan g'azablanganman. Va la a'rifu madha af'alu ma'ahu. Va u bilan nima qilishlikni bilmayman. Arju minka ya doktor musa'adati fi halli hadhihi al-mushkilati 'inda ibni. Sizdan iltimos ey doktor, o'g'limdagi bu mushkilani yechishlikda menga yordam bering. Va lakum jazil shukr. Va sizga rahmat.
Demak, hivarimiz shundan iborat ekan. Bu hivarni o'qib tarjima qilganimizdan keyin mana bu savollarga javob berishligimiz kerak. Robian al-asila. Ajib anil asilati latiya. Man kataba risala. Xatni kim yozdi? Ila man risalatu. Kimga yozdi? Ayna yadrus Muaz. Muaz qayerda o'qiydi? Hal yumarisu Muaz aadatin sayyatin aw jayyidatin. Muaz yaxshi odatlar bilan shug'ullanadimi yoki yomon odatlar bilanmi? Bunga javob berib qo'yasizlar. Bu Miftahul Arabiyya kitoblarimizdagi lug'atlarni Yusuf Akademiya Telegram kanalimizga joylab boramiz. Telegram kanalimizda lug'atlari bo'ladi, YouTube kanalimizda bo'lsa darsi bo'ladi. Telegram kanalimiz YouTube'imiz bannerida joylashgan. Va darsimiz oxiri uktubil ibaratil atiya bi xatti jamil. Chiroyli xat bilan quyidagi iborani yoz. La tuajjil amala al-yawmi ila al-ghadi. Ya'ni bugungi ishni ertaga qoldirma. Bugungi darsimiz shundan iborat. O'quvchilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.